Endi 4-nji kıltak, asıl saqlaş tegişli 4-nji kıltak halo effekti. Halo effekti. Halo effekti degan nima desa, ma'lum odam ma'lum bir kasbni qozongandan keyin boshqalar uni hamma kasbni qozongan mukammal deb ko'rib oladi. Masalan, men bir psixolog yerda ma'lum bir utuq qozongan bo'lsam, kishilar mendan turmushdagi boshqa, masalan, kompyuter setib olmoqchi bo'lsa yoki bo'lmasa ma'lum narsadan maslahat so'rab, hamma gapimga to'g'ridek tuyulib ketadi. Bu tufayli nurg'a odam aldanishga uchraydi. Men shundoq bir narsa deb qo'yman, har qanday narsani shu so'rmoqchi bo'lgan shu ishning mutaxassisdan so'rash kerak. Ma'lum nuqtada mutaxassis nuqtasiga yetgan odam hammaga undaq baho bera olishi notayin. Shunga meni dehqonlar deb qo'ydig'im nima deganda, siz o'g'itning qaysi o'g'itning eng yaxshi ekanligini siz eng yaxshisi qo'shningizdan so'rasangiz eng yaxshi. Chunki qo'shningizmi yoki shu mahallingizdagi eng yaxshi mo'lo so'lagan odam sizga qaysi o'g'itning eng yaxshi ekanligini deb beradi. Agar siz qaysi o'g'itni ishlatishni bu kasb bilan munosabatsiz bo'lgan psixologdan yoki bo'lmasa ma'lum bir ressomdan so'rasangiz, u chog'siz ig'ir darajada xatolashib ketgan bo'lasiz. Bu 4-nji qiltaq.